Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, mana o'choqlarimiz bitib qoldi. Kafillarni yopishtirib, mana xodlarni bir qator ko'rsatib, bishini laylashib qoldi. Ozgina zatrikasini bir qator ko'rsatib qo'yaylik dedik. Mana birinchi tochkada bu qizil shapkali bolani o'rnida choy qaynatadigan pilaga. Ikkinchisi pechkani tepasi. Üçüncüsü 60 litrelik qozon. To'rtinchisi 120 litrelik qozon. Qozonni atrofida, hamma atrofida tutuni o'ti yuradi. 120 litrelik qozon. Bunisi ham xuddi shunaqa. G'ishlarda shofi, eshiklari termostoyka kraskada kraskalanib, lakka tayyorlandi. Tandirimiz tutuni ichiga kirib ketadigan tandirdan. Tutun ichiga kirib ketadi, ammo tashqarisiga chiqmaydi. O'zining ichidan kirib ketaveradi. Uni ichiga kirib non yopib qo'yadi. Bu yerimiz рабочий stol. Idishlarni yuvadi, mana kuxunni bo'ladi. Idishlarni yuvib, non yopsa nonni qo'yib, ovqat qilsa, o'zining tayyorgarligini ko'rib, kartoshka piyozni archib tayyorlaydigan joy. Yonboshlari mana avvalni bo'ldi. G'ishlarda sho'rini qo'lida yuvib lakka tayyorladik. Azotda qo'lida yuvamiz. Bundan keyingi ishimiz bitta brigadamiz Bishkekka ketadi. Ertadan inshaalloh bitta brigadamiz Qorasuvda bitta pechka qilib, undan keyin Qoraqo'ljaga, O'zgen, Sho'robashat, Jidabuloq degan joyga, O'zgen rayoniga o'tib ketadi. Bitta pechkadan keyin biz Bishkekka ketamiz. Mana akalar, nech pul bo'ldi deganlarga, hamma material ichida 120 ming so'm pul bo'ldi. U uchta materiali qozonlar, eshiklari Bishkekda materiali. Bishkekda eshigi. Mana bu qozon uyda egasida bor edi, mana usti bor edi. Shundan tashqari 114 ming bo'ldi. Agar ularni qo'shib hisoblaydigan bo'lsa 120 ming so'm pul bo'ldi. Hamma yoq material ichida, g'ish, mo'ri, so'ri hamma yoq ichida. Joyiga qarab yo'l kirasi qo'shilib qoladi. O'shga yaqinroq bo'lsa arzonroq bo'ladi, o'shdan uzoqroq bo'lsa, qimmatlab qoladi.